Sehrlanganlikning 7 alomati quyidagilar. Sehr qilingan kishida quyidagi 7 alomat ko'rinadi. Birinchisi, hammomda uzoq qolishni xush ko'rish. Ba'zilar hojatxonada o'tirishni xush ko'radilar. Noxush hidlar unga yoqadi. Xodimi sehr jinlar noxush hidlardan rohat tuyadilar. Shu sababga ko'ra hojatxona va hammomlarda ko'proq hojatdan tashqari qolish istagi paydo bo'ladi. Ikkinchi, uxlaganda qo'llarini siqib musht qilib oladi. Bu tajribalarda kuzatilgan alomatlardan bo'lib, bog'lanish sehrlaridan darak hisoblanadi. Uchinchisi, doim bir tanglikni yaxshi ko'rish. Tinchlikdan siqilish paydo bo'ladi. Doimiy mojarolar bo'lib turishini istaydi. To'rtinchi, pokiza xushbo'y hidlardan siqilib, sassiq noxush hidlarni sevish. Ba'zan o'zidan chiqqan badbo'ylikni yoqtirish holatlari ko'proq kuzatiladi. Xushbo'y hidlardan qochadi. Xushbo'y hiddan ko'ngli aynib, boshi og'riydi. Beshinchi, doimiy chap yoni bilan yotib uxlash. O'ng yoni bilan yotsa uyqusi kelmay, ichi siqiladi. Chap tomon bilan yotmasa uxlay olmaydi. Bizga ma'lumki, o'ng tomon bilan yotish sunnat. Bundan sehrlanmish qochadi. Xodimi sehr sunnatga muvofiq yotishga yo'l bermaydi. Oltinchi, shar'iy ruqyani yoqtirmaslik. Eshitsa yuragi siqilib, baqirgisi keladi. Ruqya o'qiydigan kishilarni yoqtirmaslik, ularga yaqinlashmaslikka harakat qilish. Bu ham sehrning barcha turida bo'ladigan alomat bo'lib, sehr yangilik vaqtida ko'proq bilinadi. Keyinchalik esa mayl paydo bo'lishi mumkin. 7. Yolg'iz qolishni juda xush ko'rish. Jamoatlarga oyog'i tortmasligi. Xodimi sehr jinlar bemorni doim yolg'iz qolishini istaydilar. Bu istak sehrlanmish kishiga ko'chadi. Bunday alomatlar kimda ko'rina boshlasa, bilsinki unga sehr qilishgan.